Biz ham uchrashsak bo'ladimi? Yo'q. Diqqat, hamma diqqat qilsin. Bu nima ekanini topinglarchi. Nima, yangi sumka oldingmi? Chiroyli ekan. Yo'q, bu eski sumkam. Mana ichish uchun ichimlik olib keldim. Qoyilmisizlar? Yo'q, xudoyim, buni qayerdan olding? Otamni kolleksiyasi bor, o'shaning ichidan. Otang bilib qolsa-chi? U hech qachon bilmaydi. U yerda juda ham ko'p bunday narsalar. Shuning uchun bittasini olib oldim. Lekin umrimda ichib ko'rmaganman. Men ketdim. Hoy, qo'rqoqlik qilma, bu viski 6 kishi uchun bemalol yetadi. Hammamiz ichamiz, bundan tashqari bu bolalar uchun. Ko'rdingmi deyman, bo'lmasamchi. Qani, hammangiz ehtiyot bo'linglar. Bitta quyamiz. Sen birinchisan. Mana shunday. Yana ozgina. Oldik. Chaki. Men ko'p ichib yubordim. Menimcha mast bo'lib qolganga o'xshaysan. Nega ichasizlar o'zi? Oyim. Chaki. Menimcha meni ko'nglim aynayapti. Bizda biror qopcha bormi? Bormi? Bizda unaqasi yo'q. Sumkangdan foydalan. Yo'q, bo'lmaydi. Yo xudoyim, hojatxonaga borish kerak. Yura qol men bilan, tezroq bo'l. Shoshilinglar. Lee Jung-min. Eshitaman, ustoz. Nima qilyapsiz? Bu soatda nima ham qilish mumkin? Ha, hali ham uxlamadingmi, janob? Ustoz, men sizni sog'indim. Nimalar deyapsan? Men hozir juda ham bandman. Oy, meni kechiring. Nima qilyapsiz? Men hozir klubdaman. Sen ham uxla, dushanba kuni ko'rishamiz. Lekin ko'p ichmang, xo'pmi? Yaxshi, bundan xavotir olma. Mayli, uxla, xayrli tun, men. Qanday dahshatli kun bo'ldi bugun. Hammasi joyida buvijon, men yaxshiman. Nima? Yo'q. Yo'q, ovqatlandingizmi? Ortiqcha pulni keragi yo'q, bu haqiqiy sayohat emas. Ha, shunchaki ko'chada o'tiribmiz. Ha? Uyga yetib olishim bilan sizga qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi, uxlang. Yaxshi. Kim xana? Bu sening buvingmidi yoki oyingmidi? Menga oyim qo'ng'iroq qildi-ku. Bu oyimdan boshqa kim ham bo'lishi mumkin? O'zing bu yerda nima qilyapsan? Bo'ron bilan Kexyon chiqib ketishdi. Do'xona bilan Shiu esa bandga o'xshaydi. Ularni yolg'iz qoldirgim keldi. Kel, biz ham uchrashamiz. Istamayman. Lekin bizdan yaxshi juftlik chiqardi. Maktabdagilar ham bizni shunday juftlik deb o'ylashadi.
Shunday ekan, kel rostdan ham, hoy. Meni ro'yxatingdagi boshqa qizlarga o'xshatma. O'sha ro'yxatdagi qizlarni birortasini tanlay qol. Hoy, meni hech qanday ro'yxatim yo'q. Nega bunday deyapsan? Sen meni didimga to'g'ri kelmaysan. Aslida sen ham. O'ylashimcha, men sendan yaxshiroqman. Yo'q, sen mendan yaxshiroq emassan. Doim yolg'on gapirasan. Do'stlaringga yolg'on gapirishni bas qil. Yolg'on? Ichimizda yolg'onchi faqat sensan. Menga unday o'zingni yaxshi odam qilib ko'rsatma. Men shundoq ham yaxshi odamman. Sen esa hammaga yolg'on gapirasan. Rostdanmi? Sen istamasang-da hammaga o'zingni yaxshi qilib ko'rsatasan. Aslida unday emassan. Men har doim odamlarga yaxshi muomalada bo'lishga harakat qilganman. Lekin senga ustozing yoqadi, to'g'rimi? Nima demoqchisan? Yolg'on gapirgan bo'lsam kechir, ammo do'xona va meni ahmoq qilishni bas qil. Senga ustozing yoqadi, to'g'rimi? Hoy, buni gapirayotganim uchun kechiruv. Lekin o'zing ham mendan qolishmaysan. Sen doim odamlarni aldashni, ularga o'xshab harakat qilishni yaxshi ko'rgansan. Doim mendan foydalanasan. Senga do'st ekanimdan foydalangansan. Doim odamlarga yolg'on gapirib, ularga o'xshamoqchi bo'lgansan. Unday qilmaganman. Bu yer uchun pul qo'shmagan ham sensan aslida. O'shanda so'raganimda menga indamaganding. Aslida rassomchilik kursiga ham bormaysan. To'g'ri aytayapmanmi? Nima? Taxminlarim to'g'rimi? Hammamizni demak aldagan ekansan-da. Nima? Do'xonani boramni hammamizni. Bas qil. Sen do'xonaga o'xshamoqchi bo'lgansan. Hoy. Lee Jeong-min. Shu, senga qo'ng'iroq bo'lyapti. Kimdir senga tinmay qo'ng'iroq qilyapti. Lee Jeong-min. Alo. Alo. 여보세요? Bu Shivoni telefoni emasmi? Ha, shunday. Bu Shivoni telefon. Sen kimsan? Men 그냥 do'stiman. Qaysi do'st soat kechasi 3 da uni qo'ng'irog'iga javob beradi? Kimsan o'zi, hoy? Javob ber, kimsan deyapman. Hoy, javob ber. Boshim yorlay deyapti. Biror xato qilmagan bo'lsam ham nega aybdordek his qilyapman? Yoki bu yerdan qochib ketsammikin? Men yuvinish xonasiga borib kelaman. Nega ekanini bilmayman, ammo ketishim kerak. Nima? Men yolg'on gapirdimmi? Sen aslida bilgansan. Do'xona seni yoqtirishni bilarding, to'g'rimi? Lekin shunday bo'lsa ham Sivu va do'xonani o'rtasiga tushding. Sivuga do'xona yoqishni bilarding. Men ham bir sinab ko'rdim-da. Sivuga do'xona yoqishni yaxshi bila turib shunday qilding. O'sha anonim xabarni ham Sivu yozganda aslida, to'g'rimi? Nimadan bunchalik jahling chiqyapti? Nima? Sen bu yerda nima qilyapsiz, bolalar? Nima yashirincha uchrashuvga chiqdinglarmi? Ha, to'g'ri. Boram, ahvoling yaxshimi?
Ha, hammasi joyida. Hozir hammasi yaxshi. Nega yolg'on gapirasan? Unga toza havo kerak. Qani qochinglar yo'ldan. Biz aylanib kelamiz. Mayli, men ketdim bolalar, sekinroq hayda. Li Jongmin. Shivu, qayerdasan o'zi? Meni kechir. Men senga aytadigan gapim bor edi. Men uyga ketishim kerak. Lekin hozir qalbim juda ham og'riyapti. Nahotki adashgan bo'lsam. Nega? Odamlarga ishonch bildirishdan doim qo'rqqanman. Bu safar ham shunday bo'ldi chog'i. Shunchaki agar ularga ishonishni boshlasam, doim biror yomon voqea bo'ladi. Nega shunday? Li Jongmin. Labbayda jijon, eshitaman. Sen yaramas bola, qayerlarda yuribsan? Men Chagixon, sizni o'g'lingiz hozir do'stlarim bilan sayohatga chiqqandim. Shu yerda aylanib yurgandim. Shunga nimalar deyapsan o'zi, yaramas? Nega meni viskimga teginasan? Qanday hadding sig'di? Shu yoshda ham ichasanmi? Undan ko'ra uyga qayt. Men tamomman.